Men Xo'jamberdiyeva Charosmon Mamatovna MIG 22-guruh talabasiman. Menga Consumer to Business modeli haqida batafsil ma'lumot berish haqida mavzu berilgan. Consumer to Business bu biznes modeli bo'lib, iste'molchilar, fizik shaxslar kompaniyalariga xizmat yoki mahsulotlar taklif qiladigan tizimni anglatadi. Bu an'anaviy B2S Business to Consumer modelidan farqli ravishda biznes iste'molchiga emas, aksincha iste'molchi biznesga qiymat taqdim etadi. S2B modelining asosiy xususiyatlari: iste'molchi xizmat ko'rsatuvchi foydalanuvchilar kompaniyalarga xizmat ko'rsatadi yoki mahsulot taklif qiladi. Narxni iste'molchilar belgilashi mumkin. Masalan, freelancerlar o'z xizmatlari uchun narxni mustaqil belgilaydi. Raqamli platformalar asosida ishlaydi. S2B modeli asosan onlayn maydonlarda amalga oshiriladi. Iste'molchilarning faol ishtiroki odamlar o'z malakalari, g'oyalari yoki ta'sir kuchidan foydalanib daromad olishadi. S2B modelining afzalliklari va kamchiliklari. Afzalliklari: kichik bizneslar uchun foydali. Kompaniyalar mustaqil mutaxassislar bilan ishlash orqali xarajatlarni kamaytiradi. Iste'molchilar uchun qo'shimcha daromad manbai. Har kim o'z ko'nikmalaridan foydalangan holda daromad olishi mumkin. Moslashuvchan narxlash tizimi: xizmatlar yoki mahsulot bozori talabiga mos ravishda narxlanadi. Kamchiliklari: barqarorlik masalasi. Freelancerlar yoki iste'molchilar bilan ishlash har doim ham kafolatlangan sifatni ta'minlamaydi. Raqobat yuqori bo'lishi mumkin. Mustaqil ishchilar o'rtasida xizmatlarga bo'lgan raqobat juda kuchli. Ishonchlilik masalalari: kompaniyalar ishonchli freelancer yoki foydalanuvchini topishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. S2B modelining misollari: freelancer platformasi, Fiverr, Upwork. Freelancer odamlar kompaniyalarga xizmat ko'rsatib mustaqil ishlaydi. Google AdSense veb-sayti egalari Google orqali reklama joylashtirib, kompaniyalardan daromad oladi. Influencer marketing: blogerlar va ijtimoiy tarmoq yulduzlari kompaniyalarga reklama xizmatlari taqdim etadi. Stock foto va video saytlar, Shutterstock, Adobe Stock. Odamlar o'z surat va videolarini kompaniyalarga sotadi. Ovoz berish va tadqiqot platformalari: kompaniyalar iste'molchilarining fikr-mulohazalariga asoslanib mahsulot yaratadi. Amazon Mechanical Turk. Misol uchun, Amazon Mechanical Turk. S2B modelining iqtisodiyotga ta'siri: yangi daromad imkoniyatlarini har kim o'zi bilim va tajribasidan foydalangan holda daromad topishi mumkin. Biznes xarajatlarini kamaytirish: kompaniyalar to'liq shtatga ishchi olish o'rniga freelancerlar bilan ishlash orqali xarajatlarni qisqartiradi. Iste'molchilarning ta'siri o'rtasida brendlar iste'molchilarning fikriga ko'proq e'tibor qaratadi. Xulosa: S2B modeli zamonaviy iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, odamlarning mustaqil ravishda kompaniyalarga xizmat ko'rsatishiga va daromad olishiga imkon yaratadi. Bugungi raqamli dunyoda bu model tez rivojlanib bormoqda, ayniqsa freelancer va influencer marketing sohalari.